Sraz aytaman, biznes sizga emas. Ertalab ishga borsa biznes yaxshi, uyga qaytib kelsa biznes to'xtaydi. Biznes sizniki, pul sizniki, lekin eng katta muammo ham shu yerda. Qanchadir o'zingizga oylik yozdirasiz. Pul aylanganda ko'payadi. Juda ham ko'p tadbirkorlar ozgina pul ko'paysa, bu meni foydam ko'paydi deb o'ylab uy qiladi sirazi mashina oladi, kuchli xodim sizni boy qiladi, slabi arzon xodim sizni bankrot qiladi. Nega? Yangi boshlangan bizneslarning 90% bankrot bo'ladi. Eng qizig'i, birinchi yildayoq ular yopiladi. Qolganlari esa ishlab tez orada 5 yil ichida qolganlari ham yopiladi. Buning sababi nima? Men bugun sizlarga bizneslarning bankrot bo'lishining eng katta 5 ta xatosini aytib o'taman. Agar siz biznesmen bo'lsangiz yoki tez orada biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, bu videoni o'tkazib yubormang. Qani, tayyor bo'lsangiz boshladik. Aytgancha, boshlashimdan oldin obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ana shunda keyingi foydali videolarni ham ko'rish imkoningiz bo'ladi. Birinchi xato bu sistemaning, ya'ni tizimning yo'qligi. Bunda biznes egasi sotuvchi, biznes egasi gruzchik, haydovchi marketingni ham o'zi qiladi, hisob-kitobni ham o'zi qiladi. Xullas, hamma ishda o'zi. Xuddi biznes egasi biznes qilaman deydi-yu, lekin o'zini o'zi ish bilan ta'minlagan tadbirkor. Ertalab ishga borsa biznes yaxshi, uyga qaytib kelsa biznes to'xtaydi. Eng qizig'i, bir kun, 2 kun kasal bo'lsa yoki oilasi bilan biron yoqqa borsa, ish ham to'xtaydi. Bu biznes emas, o'zini o'zi ish bilan ta'minlashdir. Bu sistema yo'qligidan dalolat beradi. Ikkinchi xato: biznes puli bilan shaxsiy pulni aralashtirib yuborish. Bunda qanday bo'ladi? Biznes egasi xohlagan payti ayoli, farzandi, ota-onasi uchun yoki shaxsiy xarajatlari uchun kassadan pul oladi, ishlatadi. Bitta savol bor-da ularda. Pul o'zimniki bo'lsa nima qilaman ruxsat olib? To'g'ri, biznes sizniki, pul sizniki, lekin eng katta muammo ham shu yerda. Biznes egasi xohlagan payt pul olishi, uy qurishi, mashina qilishi, to'y qilishi bu eng katta grubiy narusheniya. Ana endi qandoq bo'lishi kerak? Biznes boshqa, biznes egasi boshqa. Siz biznes egasi sifatida bajarayotgan vazifangizga qarab qanchadir o'zingizga oylik yozdirasiz. Qancha, bilmayman, $300, $500, $1000 qilayotgan ishingizga qarab oylik olasiz. Qolgan pulni kompaniya rivoji uchun qayta tikasiz. Ya'ni оборотdan pulni olib yeb qo'ymaysiz. Teginmang, pul aylansin, ko'paysin. Pul aylanganda ko'payadi. Juda ham ko'p tadbirkorlar ozgina pul ko'paysa, bu meni foydam ko'paydi deb o'ylab uy qiladi sirazi mashina oladi yoki uylanadi, uylangan bo'lsa yana nimadir qiladi. Xullas, sizlar tushundilaring. Demak, pul aylanganda ko'payadi, yeb qo'yish yo'q. Uchinchisi, o'z mahsulotini sevib qolish. Bu nima degani? Ba'zi tadbirkorlar bor, mahsulotni klientga yoqadigan qilib emas, o'ziga yoqadigan qilib tayyorlaydi. Ya'ni ularda tushuncha bor. Menga yoqdi, bo'ldi. Zo'r bo'ladi, klientlarga yoqadi. Yo'q. Sizga yoqqani klientga umuman yoqmasligi mumkin. Haqiqiy tadbirkorlar klientni, bozorni o'rganadi. Odamlarga nima yoqadi, qaysi rangi yoqadi, qancha og'irligi yoqadi, bozorni talabini o'rganib, bozor talabidan kelib chiqadi mahsulot va xizmatga. Agarda siz ham mahsulotingizni ko'proq sotishni, ko'proq foyda qilishni xohlasangiz, klientga yoqadigan tovar, klientga yoqadigan xizmat qiling. Ana o'shanda
qayta sotuvlar bo'ladi. Har kuni bitta savol sizga. Klientim nimani yoqtiradi? Klientim nimani sevadi? Kela oddiylashamiz. Bir eslab ko'ring, birinchi uchrashuvga chiqqaningizda o'zingiz haqingizda gapirganmisiz yoki uchrashuvga chiqqan o'sha qizingiz yoki yigitingiz haqida gapirganmisiz? To'g'ri-ya? Uchrashuvga chiqqanda o'zingiz haqingizda gapirmaysiz. Yigit qiz bilan uchrashuvga borganida yigit faqat qiz bola haqida gapiradi. Sizga nimalar yoqadi, qaysi rang yoqadi, qaysi ovqat yoqadi deb qiz bola haqida gapiradi. Bu qizga yoqadi. Qiz bolachi? Qiz bola ham hadeb o'zini gapirmaydi. O'g'il bolaga yoqish uchun o'g'il bola haqida gapiradi. Men yaxshi ayol bo'laman, yaxshi kelin bo'laman deb ular haqida gapiradi. O'shanda kelishuv to'g'ri bo'ladi. Agar faqat o'zingizni o'ylasangiz, faqat o'zingizga yoqadigan ishlarni qilsangiz, biznes qilmay qo'yavering. Siraz aytaman, biznes sizga emas. Va to'rtinchisi, kuchsiz jamoa va pulni tejash. Pulni xodimlardan ekonom qilish. В общем-то, men pulni ekonom qilishga qarshi emasman, lekin komandani yonlayotganda kuchli komanda bor, kuchsiz komanda bor. Kuchli komanda bu sizni biznesingizga pul olib keladigan odam. Kuchsiz komanda sizni biznesingizdan pulni yo'qotadigan odam. Tasavvur qiling, bitta xodim ishga oldingiz, u juda ham slabiy, sotishni bilmaydi, muomalani bilmaydi. Siz uni sotuvchilikka do'konga qo'ydingiz. Reklama qilyapsiz, marketing qilyapsiz, klientlar yuzlab kelyapti. Lekin arzon xodim kelgan klientga yaxshi muomala qilmaydi, yaxshi sotishni bilmaydi, mahsulotlarni yaxshi bilmaydi, kelgan klientni qaytarib yuboradi. U klient qayerga boradi? Konkurentga boradi. Ya'ni sizda muammosi hal bo'lmadi, boshqa do'konga boradi. Bu degani yomon xodim aslida konkurentlar uchun ishlaydi. Arzon xodim siz uchun emas, sizdan oylik oladi, lekin konkurent uchun ishlaydi. Chunki siz pulni beryapsiz, arzon, ekonom deb o'ylab, kelgan klientni qaytarib konkurentga yuboryapti. Ana endi tushunyapsiz-a meni? Ana endi kuchli xodimchi? Kuchli xodim sizdan pul oladi, gap yo'q. 2 barobar, 3 barobar oladi qimmatroq. Zato foyda beradi. Siz xodimga qancha pul berganingizni hisoblamang. Xodimdan qancha foyda olayotganingizni hisoblang. Bu yerda gap rasxodda emas, gap bu yerda prihodda bo'lsin. Kimga qancha pul sarflasangiz, foyda bo'lyaptimi yo foyda bo'lmayaptimi degan savol bering o'zingizga. Tushundingiz-a meni? Bu narsani yozib oling. Eng muhimi kam rasxod qilish emas, ko'p foyda qilish. Biznesda xodimlarga berilgan pul, to'g'ri berilgan pul bu rasxod emas, bu investitsiya. Kuchli xodim sizni boy qiladi, slabiy, arzon xodim sizni bankrot qiladi. Yaxshi ko'raman sizlarni. Davom etamizmi? Va 5-inchisi, juda tez boy bo'lib ketish istagi. Men boy bo'lishga qarshi emasman, lekin unchalik tez emas-da. O'rtacha holatda mana bizda kelib o'qiyotgan o'quvchilar 1 yildan 2 yilgacha 5 barobar, 10 barobar foydalarini oshirishadi. Nima uchun? Chunki boshida kelganda marketing qiladi, sotuv qiladi, sistema qo'yadi, buning uchun vaqt ketadi. Eng kamida 1 yildan 2 yilgacha bir nuqtani, ya'ni strategiyani qo'ying. 3 kunda, 1 oyda, 2 oyda boyib ketaman degan xom xayollarni yig'ishtiring. Xom xayol. Biznesda lift yo'q. Biznesda zinapoya bor, lesnitsa bor. Demak, eng kamida 1 yildan 2 yilgacha plan qo'yasiz va qadamma-qadam o'sasiz. O'shanda biznes rivojlanadi. Bankrot bo'layotgan odamlar 99% 1 oy, 2 oy, 3 oylik rejalar bilan ishlagan. Siz eng kamida 1 yildan 2 yilgacha reja qilasiz. Buni ichida boyaga biznesni rivojlantiradigan barcha instrumentlarni o'rganib, amalda qo'llaysiz. Xudo xolasa natijaga erishib, kommentariyada ustoz, men natijaga erishdim,
foydamni 3x qildim, 5x qildim deb kommentariyda yozib qo'ying. Siz biznesda eng ko'p qaysi xatolarga yo'l qo'ydingiz va bu xatolar sizga qanchaga tushdi? Kommentariyda yozib keting. Har bir xatolar boshqalar uchun dars bo'ladi. Bu videoni foydali bo'ladi degan insonga yuborib qo'ying va biznes bo'yicha juda ham foydali ma'lumotlarni YouTube kanalimizga qo'yib boramiz. Obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Keyingi qo'ygan eng zo'r video birinchi o'rinda sizga boradi.